Assalomu alaykum. Internetda kuzatdim. Xullas, hamma hozir kran haydashga qiziqib ketgan. Lekin hamma bashni kranni, yangi Xitoy kranlarini haydashni YouTube'da ham haydashlar o'rgatgan-ku, lekin mana shu KB, ya'ni eski rossiyskiy kranlarni KB 401, 402, 403 shunaqa deydi. Bunaqalarni haydashni o'rgatmabdi. Men xullas qisqa qilib o'rgataman. Xullas buni kirasiz, mana eshikdan kirganingizda qo'shish va kulchator bo'ladi mana yerda. Bu yoqqa turgan bo'ladi, bu yoqqa qo'shasiz. Bu yoqda knopka bor. Shuni bosasiz, qo'shiladi bunisini. Keyin kran tekshirib ko'rasiz. Bu Xitoy kranlariga o'xshab buni ham o'zingizga tortsangiz vera, bu yoqqa qilsangiz mana mayna. Mana strillaga qaratay. Mana strillaga deb mana anaqa gakda mana gakki va ekranimiz sal ana qarab ekan. Mana gakka qaratamiz mana. O'zimga tortyapman mana. O'zimga tortyapman. Mana gak qimirlayapti. Mana o'zimga tortib turibman. Endi mana buni yoqqa qilaman. Gak pastga tushadi. Gak pastga tushyapti. Yoqsam tezroq tushadi. Mana. Bu o'ng chapga oldinga yuradi, yoqqa orqaga yuradi xullas. Qo'lim tegib ketdi bu narsalarga. Tak, chap qo'lga o'tsak, chap qo'l ham xuddi shunaqa Xitoy kranlariga o'xshab. Men buni oldinga qilsam, ana bunaqa kareta oldinga yuradi mana. Ketyapti hozir mana. O'zimga tortsam, mana o'zimga tortyapman. O'zimga tortsam, gak o'zimga keladi mana. Bu ham uncha qiyin joyi yo'q. Prosta bu orqaga qaytmaydi. Xitoy kranlarida tortib turib qo'yarsangiz, mana bu ruchkalar o'ziga qaytadi, avtomatik bo'ladi. U oson. Bu eskilar shunaqa qaytmaydi. Bunisi ham shunaqa qaytmaydi. Qolgan tushunmagan joylari nima bo'lishi mumkin? Bu signallar ishlamaydi, paka. Mana bunisi ishlab turibdi, mana yonib turibdi. Xullas. Bu yog'i mana shunaqa narsa, mana tokdagi shunaqa narsalar bor, kulchatorlar. Zaryadchik, kolonka. Mana xullas shunaqa narsalar bor. Sal bardakroq, xafa bo'lmaysizlar, tozalanmaganman, to'g'risi o'zim ham. Mana buni toza tutishga harakat qilaman, iloji boricha tozalayman. Endi to'g'risi gaplashgan vaqtim bo'lmayapti mana. Xullas, kran haydash KB desa qo'rqmash kerak. Samim glavniy odam o'ziga ishonsa bo'ldi, haydab ketadi. Xudo xolasa, bismillah deb ishni boshlash kerak. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Yon atroflarga ko'rib qo'yishlar ham mumkin. Tabiati zo'r joy. Chirchiq shahridamiz hozir. KB 401 kranimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska bosishni unutmang. Bizni kuzatib borishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.